Assalomu alaykum Samarqand. Bugun bizda Samarqand viloyatida master klass boshlaganmiz. Ustalarimiz uchun bu master klassimiz asosiy maqsadimiz ko'rib turgan o'sha mahsulotlarimizni, yangi mahsulotlarimizni hammasini taqdimoti bo'ladi. Video davomida bularni hammasini batafsil ko'rishingiz mumkin. Mana e'tibor qilasizlar, mana bu yerga yozilgan sig'imi masalan 35 metr kvadrat bu 2 sloyga, 55 metr kvadrat bu 1 sloyga yopiladi. Bu paqirning o'zi, mana shu paqirning o'zi necha kilo bo'lsa, masalan 2,5 litr. Nimaga endi litr yozilgan, o'zi 4 kilo zichligi. Bu yerda hamma emulsiyalar zichligi har xil. Komponent masalan silikonli bo'lsa, og'ir bo'lib qolishi mumkin. Elastiklik bo'lsa, komponent akril ko'proq bo'lsa, u sal yengil bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun buni litrga yozib o'rganganmiz. Kiloga yozmaganmiz. Shu zichligi har xil bo'lgani uchun litrga aylantirib, buni o'sha qancha kvadrat yetishlargacha biz masalan biz uni kamaytirganmiz. Bu ancha ko'p joyga yetadi. O'sha uchun kamaytirib yozib chiqarib berganmiz. Shu 1 sloyga 2 sloyga yetishlari. O'sha mikrotreshinalar yopish bo'yicha, anaqa bo'yicha hammasi tushuntirish anaqada yozib kiritib qo'yganmiz. Shuni qarab o'qib bemalol savollar bo'lsa ham beramiz, savollarga javob beramiz. Rang tayyorlash qanday bo'ladi? Qarang, bu rang tayyorlash, tayyor ranglilarimiz bor. O'sha katalog bo'yicha mana rangli kataloglarimiz chiqqan, o'sha katalog bo'yicha ranglarimiz bor. Agar o'zingiz rang chiqarib turmoqchi bo'lsangiz, 4000 ga yaqin rangimiz bor. Apparatda chiqarib beramiz. Qancha ob'yom bo'lsa, shuni chiqarib beramiz. O'shanga qarab, mana katalogga qarasangiz bo'ladi. Apparatda chiqarib beramiz o'sha ranglarni. Matvisi bor. Xuddi shu qoplamasi full mat degan yozilgan bo'ldi. Masalan, bir xilga matvi yoqadi. Ichkisiga, tashqisiga matvi kerak. Mana yozib qo'ygan bo'ladi chelariga full mat. Masalan, matvisi xuddi shu qoplama bir xil. Faqat shu matvi deyiladi. Yevropa standart qoplamasi bir hammasi bir xil, faqat matvisi bor, glyansivisi bor. Endi silikon qoplama ichida komponentligi bor elastik qoplama. Elastik degani tushunasizlarmi? Paketga o'xshab cho'zuvchanlik bo'ladi. Shu paket bir xil bo'ladi, yitilib sinib ketmaydi. O'sha narsa bo'ladi elastik. U mikrotreshinalar yopishiga yaxshi, mayda treshinalar to'ldirib yopib tashlaydi. Shu changdan anaqadan saqlaydi, zaxdan, namligidan saqlaydi. Nafas olish xususiyati anaqada u ham o'sha o'rtacha o'tkazishlari bemalol o'tkazish nafas bir xil dimiqtirib qo'yadi, nafas olmaydi deydi. Yo'q, unaqa emas. Bu o'sha Yevropa standart hozir qimmat emulsiyalarimizni o'shalar bilan birga raqobat, даже balki undan endi o'tsa, lekin qolishmaydi. Shu qatorda chiqqan emulsiyalarimiz bu. Wagnerda sepganda mashina bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Siz masalan Wagnerda sepsiz, bu Wagner sepmoqchi. Hatto bu ya'ni ruchni o'rgandan ham chiroyli chiqadi. Mayda bo'ladi. Buni nima deydi? Mana hozir mana ruchni o'rganmiz, mana qarang. Valikda o'rganmiz, shu eng prosto valikda. Bir sloyda qarang, даже umuman cho'tir bo'lgan joylari yo'q. Ko'rdingizmi? Mana ozgina 2 sloyda yopadi. Bu shunaqa xususiyatga ko'rib chiqsanglar bo'ladi. 1 sloy, 2 sloyda. Bu dekoforta, elastik. Shunda qarasangiz sal yaltiraydi. Qo'lingizni ushlab qo'ysangiz yopishadi, qarang. Bu как rezinaga o'xshab shu elastik qoplamali anaqalarimiz, emulsiyalarimiz. Buni qarang, to'q ranglariga 5% suv solinadi. Ochiq ranglariga 10% ga suv solsangiz bo'ladi. Solaga iloji bo'lsa. Endi qarang, nimaga unaqa deyapti? Chunki bu suv qolib ketishi bor, emulsiya qolib ketishi bor yoki ertasi kun ishlatib, achib ketmasligi uchun. Agar shu kun ishlatib tashlaysiz, oddiy suv solib ishlatib yuborsangiz ham bo'ladi. Shu kun ishlatsangiz, masalan, shu kun tugatsangiz oxirigacha. Iloji bo'lsa, distillagan suv soling. Ancha ko'p ketishi deydi, o'sha reaksiya kirishmaydi. Endi bu xlor suv bo'ladi kranda, reaksiya kirishadi deb, shuning uchun aytilgan iloji bo'lsa distillagan suv solinglar. Travertin klassik usulda urilgan, kartamera deyiladi. Travertinni urgandan keyin mana tayyor holda kelgan. Uni mana shu andavada charxlar tayyor qilganmiz. Endi qarang, yangi mahsulotimizga chiqqan pasta degan mahsulotimiz. Bu charxlash, xuddi masalan hozir ko'plari eski variant toshlar bilan charxlaydi-yu, tosh bilan. 3 xil toshda charxlanadi. Buni o'zi esdan xudo xohlasa esdan chiqarasiz. Yangi hozir ustiga suriladigan pastamiz bor. Lakka o'rniga bu lak surib o'tirmaysiz. Hozir shu pastadan surib ko'rsatib va charxlab beramiz. U bir anaqada chiqadi. Hech qanaqa uni 2 marta urib, 3 marta urib yoki 4 marta charxlash bo'lmaydi. Bitta uriladi, qotadi, bitta charxlanadi, yaltiraydi, bo'ldi. Yaltiraydigan hozir mana yaltiradigan blesk hozir endi bu bir martaga charxlangan. Endi bundan ham charxlasa bo'ladi, ko'proq ko'rsanglar bo'ladi. Bu hozir mana pasta urgandan keyin charxlangan Lak urilmagan xolos. yo'q, bu lak urilmagan, bu tayyor уже. Bu nimada charxlangan? Bu hozir men urib ko'rsataman, bolgarkada shu charxlash anaqasidan ko'rsataman, bo'ldi. Unaqa attentolar tekstini beradi, unga bu bermaydi. Yaltirash endi bu sal anaqa silliq qilinmagan, hali qotmagan bu travertin. Qotmagan bo'lganda ham mana shu ahvolda ko'rsanglar bo'ladi, yaltirashini. Bundan ham effektliroq chiqarsanglar bo'ladi, bemalol. Bir sutka qotirib qilsangiz bu hozir ushbu o'rinni bilan ko'rsanglar bo'ladi. Qo'lma-qo'l
Uskorini o'zi 1 soat ichida bo'layotgan voqea. Yarmi qilingan, yarim qilinmagan. Albatta valikni ursanglar yaxshi. Nimaga? Chunki bu valikni surganda oralariga kiradi, bo'ktiriladi. Oralariga kirib oxirigacha kiradi. Endi maklavitsa yoki kesishni ursanglar ham bo'ladi. Faqat chiziq qoldiradi bu. Endi qarang, buni urgandan keyin albatta buni ustini sidirib olish kerak andavada. Nimaga? Charxlaganda o'sha chizuq qop xunuk bo'lib qolmasligi uchun. O'sha tekis joyi charxlaganda tekis joyi yaltirab turishi uchun. Agar masalan o'sha chizuqlar qolib ketsa-ku, ustimiz paloska, maklavitsa paloska qolib ketsa, o'sha charxlaganda o'sha paloska ko'rinib qoladi. Shuning uchun iloji bo'lsa urgandan keyin nomiga shu shpatel yoki andavada sirib olinadi. Oralariga to'lursin. Tekis joy tekis bo'lsa bo'ldi. Hozir uni ham ko'rsatib beramiz. Endi mana surdik buni. Buni endi bir kutamiz bir qotishida, endi hozir feni yo'q edi, o'zi bir 2 soatda qotadi. Endi biz sizlarga uskorini qilib tezroq qotishga harakat qilamiz, keyin charxlab bitta ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, qotib tursin, ungacha boshqa narsalarni tushuntiramiz. Charxlaganda mana o'zini ustidan keyin lag uriladimi endi? Yo'q. Aytyapman, mana lak yoki anaqa esdan chiqarasiz yoki tosh, baleroviy shunaqa bo'ldi kerak. Yo'q. Bu lakni o'rni ham bosadi. Hamma narsa o'rni. Bu polimer, bu plastmasaga o'xshagan narsa. Qotadi bo'ldi o'sha. Mana o'zi qotsa ham mana chetlarini ushlab ko'rsangiz, juda qattiq narsa bo'ladi. Juda qattiq narsa bo'ladi bu. Tekis joyi hozir mana sal qotsa, mana unda bolgarkada 1000 talik yoki 2000 yoki 3000 talik Smirdex firmasi eng yaxshisi bor. Men o'zim ishlatganman. Buni boshqa firmalari ham bor. Mana shu gubka shkurkada bu endi ishlatilgan. Buni yangi so'zi ancha yetadi. Shaxlab chiqasiz. Agar undan ham bo'lmasa, yana o'zini P500, P900 gubkali metrli qog'oz shtukalar bor. O'shanda qilsangiz ham bo'ladi. Bu qimmatli qilsa masalan. Chang to'lib qolsa ham so'q polirovka. Bemalol qarang, chang endi bu uncha chang to'ldirmaydi. Endi to'g'ri, bolgarkada hozir ham tekstil chang to'ldirsangiz, albatta changni olib tashlang. Gruntovkaga Changni olib tashlab, keyin buni urasiz. buni urib, undan keyin chang bo'lmaydi-da. Yo'q, bu chang chiqmaydi. Yo'q, chiqmaydi. Bu bo'ldi, shu glans o'sha mana qala mashinalarni atsinkovka qiladi-yu. Xuddi shu narsani bu polirovka apparat. Xuddi shunaqa atsinkovka qilasiz buni, yaltiratasiz. Bo'ldi, shu aytmoqchi bo'lganim sizni vaqtingizni ham ekonom qilasiz. Ham nima deydi, klientga ham yoqadi. Belasini ham yaltiroq kuchli bo'ladi. Bu yangi chiqqan narsa. Lekin ishlatsanglar, xudo xolasa maza qilasizlar. Obyektimiz bor. Koller qo'shsa bo'ladimi? Koller qo'shgan variantlar yana to'g'ri aytsangiz, qarang, qora ranglar, seri ranglar, travertinlar, qizil rang travertinlari masalan qilib bo'lmaydi, toshlar bilan. Buni qilsa bo'ladi. Xuddi shu qora rangni koller qo'shib chiqarasiz, bir xil qilib. Polirovkaga buzilmaydi. Yo'q, rangi ham oqarmaydi, chiziq ham qoldirmaydi, bir xil. Endi qorasini ham zavodda qilganimizni ko'rsangiz bo'ladi. Qop-qora rangdan qilganimizni, seri rangdan qilganimizni qizil rangdan ham qilib ko'rishgan. Chotga chiqqan, xuddi shunaqa yaltiragan, mana endi yangilik bu. Masalan, bemalol klientni qo'rqmasdan Nima bo'lsa, rangi bir xil bo'lishi kerak. bir xil bo'ladi. Bir xil bo'lishi kerak. Koller qo'shib o'zingiz qilsangiz bo'ladi, ehtiyot bo'lasiz, baribir Qora travertin ustiga buni qora qilish kerak-da. to'ppa-to'g'ri qilsangiz bo'ladi. O'sha nima deydi, o'zingiz borib, masalan, bir xil qilasizda, shu qora travertin, qora buni urasiz. Ana shunda qop-qora bo'lib chiqadi. Tagi ham bir xil bo'lishi. Xuddi shunaqa. Anaqasi ham glansi bir xil bo'lib turadi. Ozgina sachraydi, endi e'tibor qilasizlar. Birinchi sloy o'zida mana shunaqa. Endi bu qarang, devor idealniy bo'lgani uchun yupqa ketdi. Agar endi fasadlar qilgan sal qalinroq sepiladi. Yoyilishini ko'rsanglar mana bo'ladi. Shuning uchun sal quyi ham emas, o'rtacha qilib, mana hozir suyuqlikni ko'rdinglar, 10% solsanglar, mana shunaqa suyuqlik sepsanglar, tegan iloji bo'lsa oqartiringlar. Mana oqartirsa mana yaltiraydi. Chiroyli chiqadi. Ko'rdinglarmi? Endi kvadratini ayting, necha kvadrat? Qarang, buni 10 kilosi 22-28 kvadratga yopadi. Devor sostoyaniyasiga qarab. Agar masalan, endi biz o'rtacha olganmiz, endi bundan ham ortig'iga ham yetishi mumkin. 20 deb hisoblaysizlar, 10 kilosi 20, 22, 28. Devori sostoyaniyasiga qarab. Yo'q, qurgandan keyin yursa ham bo'ladi. Bemalol karchida yursangiz ham bo'ladi. Voy, anaqasi yo'q. Qo'rqimchi joyi yo'q. Bosib yursangiz ham bo'ladi. 3-4 marta yursangiz ham bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Yaltiroq ketmaydi. Sepilishi bir marta yoki ikkinchi marta qilsangiz ham bo'ladi. Bo'ladi. Masalan, bir marta sepsiz, bir xil joylariga endi temir qilgan bo'lsa, ustida sepsiz bo'ladi. Bo'ladi, bemalol bo'ladi. Ichkarigami Emulsiya ustidan sepiladi. Ha, bu fasadga. Fasa emulsiya ustiga sepilsa bo'ladi, bemalol. Uyga ichga qilsangiz ham bo'ladi. Ichiga ham qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Fasadga masalan nimani ustidan sepish kerak? Oddiy mana dekoprimer degan bizda o'zimizda emulsiya, dekoprimer tsvetnoy emulsiyalarimiz bor. O'sha ustidan sepsiz bo'ladi. Masalan, Shkaturkani ustini silliqlash. mana shkaturka ustini silliqlaysiz.
mana shu yerda sement suvog'i. Endi zatirka qilinadi, u qilinadi, bu qilinadi, endi suv oshlanishi. Qancha tekis bo'lsa shuncha yaxshi. Agar tekis bo'lsa, sразу emulsiyani urib, bo'lmasa kafelnik kley qilasiz. Qancha may tekis kafelnik kleyni to'g'irlab olasiz. Keyin gruntovkalarni urib, mana buni oqartirsangiz, sepsangiz bo'ladi. Qaranglar, ustakalar, perlinani mana bunaqa o'zi urasizlar, ya'ni xuddi shu shotkada uriladi. Olasiz ruchkalikdan ursangiz ham bo'ladi, amallasangiz bo'ladi. Endi har doim qumli atacheta urganda mana shu anaqada uriladi, anaqa. Kisishkada mana qarang. O'zi mana bunaqa narsa bo'ladi, tayyor suv solingan. Endi suv solsangiz ham bo'ladi, bunga xuddi shu 10% suv solinadi. Hozir biz suv solib qo'yganmiz. Bir xil qumli atacheta bilan ko'rinishi bir xil. Urishi mana qarang. Xuddi shu qumli atacheta qanaqa urilsa, xuddi shunaqa uriladi. Faqat bir narsaga e'tibor qiling, perlina bir tomonlama diagonal yoki tepadan pastga urilsa juda chiroyli chiqadi. emas ha bu. Nima deysiz? Pilsavoy urilmaydi. Yo'q, bu faqat bitta tomonlama ursa chiroyli chiqadi. Bu zoldirga o'xshagan toshchalari bo'ladi. Ustma-ust chiqish iloji qilsangiz ham chiqmaydi, chunki bu shunaqa narsa sekin tortsanglar o'zi bir xil qilib ketma-ket yotaveradi. Bu masalan zo'r narsa. Bu endi chapdan o'ngga qilib, ana qumli atachetaga o'xshab yo'q, unaqa narsaga unchani qilmaydi bu. Faqat Dojlikda chiqiganda. dojiga o'xshab tepadan pastga, chapdan o'ngga qilsangiz chiroyli chiqadi. Qumli atacheta qanaqa? Masalan, 5 kilosi, 1 kilosi 5 kvadrat ketsa, xuddi shunaqa bu ham. Suyuqligi hammasi bir xil. Faqat shu sig'imi toshlari yiriroq bo'ldi shu. 1 kilosi 5, 4,5 kvadrat ketadi bemalol. Bunaqa emas, mana oddiy kisishkada qilsangiz ham bo'ladi. Ha, bu Ruchkali kisishkada qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, shart emas bunaqa narsa. hozir miya qilsa ham shart emas. Ha, любой anaqa qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, oddiy Xitoy anaqasi bo'ladi, bu toshchalar yengilda yurish. O'shaning uchun oddiy kisishkada qilsangiz ham bo'ladi. Buni shart emas, original italyanskiy kisishkalar olib, qidirib yurib, oddiy kisishkada qilib to'g'rilab, o'zi to'g'rilaverasiz toshchalarni. Ana sal qochganda yana to'plab, tepadan pastga qilib, yo'nalishni to'g'rilaverasiz. Masalan, endi mana hozir diagonal yomg'irga o'xshab doji qilyapmi? To'g'rilaverasiz bir xil qilib. O'zingiz qayraverasiz mashina. Iloji bo'lsa chiziq qoldirmaysiz. Endi qotganda tepak qilgan, mana chiziqlar qolmaydi o'zi. Yo'qolib ketaveradi chiziqlari. Mana qarang, chiziqlar уже ko'rinmayapti. O'zi bitta tomonlama toshchalari ustma-ust chiqmagan, ko'rdinglar, bir xil. Buni qo'lingiz bir xil toshda yotibdi. Bu shunaqa narsa. Xuddi shu masalan atachenta yoki qumli atachenta padokotovka qanaqa qilinadi? Xuddi shunaqa qilasiz, faqat o'rniga mana shuni urasiz bo'ldi. Tushunarli? Plus yaxshi tarafi bunda mamlaqa shart emas, oddiyroq kisishkada qilsangiz ham bo'ladi. Keyin bir xil andavada tekislaydi-yu. Undan ham qilsa bo'ladi, lekin e'tibor qilinglar, andavada qilsanglar chizib yorib yoki o'yib yuborish mumkin yoki pachoqlab qo'yish mumkin. Toshchasi o'yib yuborilishi mumkin. O'sha narsaga e'tibor qiling. Bir xil andavada to'g'rilaymi? Yo'q, noto'g'ri bu. O'zi andavaga qilinmagan, bu mana shu kisishkada to'g'rilangan, shu qilingan. Nejli narsa-da bu. Hozir ustalarimizdan master klass haqidagi fikrlarni bilib olamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Zerikib qolmadinglarmi? Master klassdan nimalar oldingiz o'zingizga bir kerakli, foydali ma'lumotlar oldingizmi? Yangiliklar ko'p ekan, hammasi. Ustalar shunaqa endi yo gap bilish kerak, yo ish bilish kerak inson. Ustalarimiz ish bilishadi. O'shaning uchun gapga sal yo'qroq bo'lishligi mumkin. Aybga buyurmaysizlar. O'zimni ukalarim, o'zimni shogirdlarim bor. Nurbek ukamdan bir intervyu olib qo'yib, kerakli ma'lumotlar ola oldinglarmi? Yo nima kamchiliklar bor bu yerda? Shular haqida. Taassurotlar yaxshi. Bu biza Qashqadaryodan kelib mana eshitdik, taklif qilishdi, keldik, ko'rdik. Yaxshi taassurotlar. O'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni, yangicha chiqqan mahsulotlarni ko'rib o'rgandik. Yaxshi, zo'r. Hammasini qilinish jarayonlarigacha ko'rdik. Endi nasib bo'lsa, obyektlarimizga olib borib ko'rsatib, Ish jarayonida yana ham sinab ko'rib sizlardan avvalambor maslahat so'rab, endi nasib bo'lsa ko'ramiz endi bu yaqin rezultatlarini. Hamkorlikdan xursandmiz. Rahmat, kelganingiz uchun rahmat. Ochishasiz mana hozir to'g'ridan to'g'ri kelyapman, hech narsa bu yerda uyushtirilgani yo'q. To'g'risi dekorni qarib 10 yildan beri ishlatamiz. Asliyani shundan ishlatamiz. Har safar. Hozir menga ikkita mahsulot yoqdi. Ikkita perlatoni degani bilan. Nosh, keyin yana bittasi boyagi atachenton qumlisi bor edi-ku. Qumlini boshqasi. Ikkinchi variantida, hozir yangi variant. Xonadonlarning ichki remontlarini, ta'mirlarini qilasizmi yo tashqi? Tashqi. Hozir aboyni olib tashlab, faqat ichiga ham atachent o'rayapti-ku. Shu mahsulotni olib boramiz. Shunaqa, bu hozir siz aytgan mahsulotlarni men ichki yuzalaga ham tavsiya qila olaman. Bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Yo kamchiliklari bo'lsa aytavering. Yo, kamchiligi bo'lganda aytasiz. Sizga kelinglar. Dekoar kompaniyasining mahsulotlari haqida fikringiz qanaqa? Ikki xil varianti bor. Masalan, traventin uramiz, atachentalarni uramiz, laklarni uramiz. Laklariga keladigan bo'lsak, laklari lekin boshqa traventin firmalariga qaraganda laklari ideal.
masalan arzon Traventin urgan taqdirda ham laklari lekin kачествоsi yaxshiroq. Boshqa firmaning lakini olasiz, aytganingizdek bliski bermaydi. Atachentalaringiz ham shunday. Masalan boshqa arzonroq Traventin uradi, balla. Keyin so'raydida telefon qilib shogirdlar uradi. O'shanga aka qanaqa lak uraylik deb so'raganga Dekartkidan ursalaring yaxshiroq deyman-da, Traventinlaring arzonroq bo'lsa. Traventinlaringiz lekin 2 litrgacha suv ko'taradi, lekin suyuq bo'lib qolmaydi. Birinchi uchradi. Lekin laklaringiz 1 suv ko'taradi. 1 10 kiloga 10 kilo suv ko'taradi. Aniq 100%. Lekin bliski o'lib qolmaydi. Lekin kamroq urgan taqdiringizda ham boshqa firmani lakini olib urasiz, lekin gedida 5 litrli suv ko'taradi, lekin aytgan kачествоingizni bermaydi. Buni asli sababi sizga o'xshagan ustalar, yaxshi ustalarning fikrini olib, ustalar bilan hamkorlikda, hamjihatlikda mahsulotlarning ustida ishlanadi-da, ana o'shaning uchun ham ustalarga ma'qul deb o'ylayman. Lekin agarda bironta joydan hali yomon degan unisini eshitganimiz yo'q. Dekortni yangi mahsulotlari o'zgacha, yangilik. Ishlar uchun ham, tashqi ishlar uchun ham yangiliklar juda ko'p. Biz shunaqa yangi mahsulotlar chiqib turganida endi xudo xolasa bu yerga sotuvlarda ham shunga yarasha chiroyli qilamiz. Ustalar mana shunaqa qochadi. Keling, siz bu yerga keling. Yaxshi fikrimiz. Biz ishlatamiz shuni. Sizlardan olamiz. Ishlatib berasizlarmi? Faqat sizlardan ishlatamiz. Fikrimiz mahsulotlar yaxshi. Ayniqsa mana bu silikonoviy emulsiyamiz salafanga urilgandan keyin cho'zib ko'rdik. Effekti juda zo'r. 20 yildan beri shu sohada ishlaydigan bo'lsa, endi birinchi marta mana shunaqa emulsiya ko'ryapmiz. Ishlatganmiz Marshall, Betik, Pollard ishlatganmiz, silikonoviy. Ularga nisbatan effekti juda zo'r. Kelajakda bizlar o'zimizga ham juda ma'qul. Bu yangilik, lekin hech qayerda o'zim ham ko'rmaganman. Tabiiy tosh xohlaydiganlarga uyli egalari masalan atachento emas, tabiiy toshlar chiqsin deganlarga juda zo'r ma'qul narsa ekanda bu. Tabiiy toshlar chiqadi. Shunaqa mahsulotlardan ko'nglimiz to'q, endi xudo xolasa ishlatib qolganini yana aytamiz. Dekord mahsulotini biz 10 yildan ziyod bo'lib ishlatganimizga bizga juda ma'qul. Hamma taraflama, narxi ham, o'zi ham, har taraflama zo'r, sifati zo'r. Shodal bilan aka-uka bo'lib ketgan bizlar. Shu dilerlaring bilan. Nasib biz hammasi zo'r. Xursandman. Rahmat. Rahmat akalar.